Leksimiz davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaşım. Aksaray əməldarları. Prezident Obama ilə Reis Xi Jinping söhbəti doğrusunu toxtaldı. Mavzulu xəbər 3-cü ayının 30-cu günü Amerika avazının Xitay tili proqramısı ilan qılındı. Xəbər mundaq başlandı. Washington. Amerika Qoşmuş Ştatlarının prezidenti Obama 3-cü ayının 31-ci günü yadro bexatarligi yığınının boş vaxt aralığında Cumhurbaşkanı Reis Xi Jinping bilan qoş tərəflik söhbət ötküzüdü. Aksaray əməldarları mındaq göstərdi. Bu qatımqı uçuruşuş Amerika Cumhurbaşkanı iki dövlət rəhbərlərinin saqlab kelib atqan uçuruşunun davamıdır. Uçuruşda davamlıq saqlab kelib atdı, şunun davamıdır. Çavuşan meselesi noktalık muhakeme kılıdığan, yani başka hemkarlaştığan sahalarını hem noktalık muhakeme kılgandan başka Amerika cümleden kişilik hukukunu öz işçi algan internet bexatarligi Janubi Jungo denizini öz işçi algan iki devlet oturası da saklanıp kelivatkan eğer ihtilapla meselesini mi bu katemki söhbette muhakeme kılıdı. Yadro bexatarlik yığınıga riyasetçilik qilishni avval Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Obama yadro bexatarlik yığını riyasetçilik qilishdan avval Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Obama haftaning 4-cü günü Koreya prezidenti Piao Ching-hui Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe bilan 3 taraflik söhbət ötkazgandan keyin ondan yuqori darajalik yig'inga qatnashish uchun yetib kelgan Cumhurbaşkanı Reisi Xi Jinping bilan xo'sh taraflik suhbat o'tkazdi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat bexatarligi muavin maslahatchisi Ben Rhodes 3-cü ayının 29-cu günü bu qatımqi yuqori darajaliklar yig'iniga munosabatlik muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazganda mundaq ko'rsatdi. Prezident Obama bilan Reis Xi Jinpingning bu qatımqi uchrashishi Çavuşan paydo qilgan tahdidni qandaq bir taraf qilish bir qator masalalar bo'yicha Amerika Jungo iki davlat hamkorligining fursatini qandaq ilgari surish masalasini muhokama qiladi. Amerika Devlet Bexatarligi Komiteti Asiya İşleri nopozluq əməldari Asiya İşleri bo'yicha nopozluq əməldari Dan Kertin Brent muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Amerika Cumhur rəhbərləri o'ttirasida yuqori darajalik uçuruş elib berishdan shuni tunib yetdikki bu uçuruşuş mesele hal kılıdığan ve kararı çıkırdığan yerdir. Demek uçuruşkan yer ve uçuruşun özü mesele oturuğa çıkırdığan, mesele hal kılıdığan ve karar çıkırdığan yerdir. Biz oturdaki ihtilaflarını pedezlemeyimiz. Dikkat vatandaşım. Biz iki devlet emdi oturdaki ihtilaflarını pedezlemeyimiz ve yoşurmayimiz. Bu meselelerini hal qilishga o'tganda bo'lsa, qasdan o'z fikrimizni qilish deydigan ishmi yo'q. Qasdan o'z fikrimizni qilish deydigan ishmi yo'q. O'tgan suhbatlarda masalan sen qo'shilmasang mening fikrimga, men qo'shilmasam sening fikringga, har ikkimiz o'zimizning so'zida qolamiz deydigan ishlar bo'lgan bo'lsa kerak. Endilikda nima deydi Bernik efendi? Öz fikrimizde kolumuz deydiğen söz yok. Bundaq iş yok. Demek mesele o'ttirg'i chiqadi, karar belgilenadi, meseleni hal qilish kerak. Bu pozitsiya ilmiy, shundaqla keskin pozitsiya. Amerika bilan Jungoning Sadi raketa sistemini o'rinlashtirish jihatda maydoni qarma-qarshi bo'ldi. Sad raketa sistemini Koreyaga o'rinlashtirish jihatda meydanı qarma-qarshi bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi muavin davlat ishlar kotibi
Tony Blinken haftanın 2. günü Brezhnevskiy tadqiqot jamiyatida mundaq ko'rsatdi. Koreya yerim aralığı sad raketa sistemini o'rinlashtirishni Jungoning qabul qilishini umid qilamiz. Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Xongli muxbirlarni kutib olish yig'inida javob qaytarib mundaq ko'rsatdi. Cevap qaytarib mundaq ko'rsatdi. Amerika Koreyaga sad raketa sistemini o'rinlashtirishni ilgari surayotdi. Bu nuqta texnikalik masala emas. Balki Sharqi Shimol Osiyoning tinchligi, muqimligiga munosabatlik strategik masaladir. Sad sistemini o'rinlashtirish Chavshandan mudofaa ko'rishning ehtiyojidan olqib chiqib ketadi. Jungoning strategik bexatarlik manfaatiga bevosita buzg'unchilik olib keladi. Navbatda Chavshan yerim orolining vaziyati murakkab va intayin nozik aloqador davlatlarning ehtiyotchanlik bilan ish ko'rishni umid qilamiz. Bu Jungo bayonotchisining gapi ekan. Biz yuqorida ko'rib o'tdik. Aqsaray amaldorlari va Amerikaning mushlarga munosabatlik amaldorlari Brentning so'ziga qaraganda, Rodis apandining so'zlaridan qaraganda Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati bu qatimqi rais Jungoning raisi Xi Jinping bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama o'tkazgan suhbatga shundoq ilmiy, shundoq axloqiy pozitsiya bilan muomala qildi. Muloyim muomala qildi. Demak, suhbat va hukumatlar aro asli shundoq bo'lish kerak. Endilikda buning Jungo hukumatining raisi, davlatning raisi, rais Xi Jinping qandoq muomala qildi? Endi 3-leksiyamizga diqqat qiling, hurmatli vatandoshlar.